Bunaqa foydali ma'lumot faqatgina NBN da bor, boshqa joydan topa olmaysiz. Ushbu ko'rib turgan mana shu chiroyli bog'laring shaxsan o'zimga tegishli. Bu bog' sotilmaydi, lekin tekinga ijaraga beriladi. Mana shu ko'rib turgan barcha narsalaring tekin. Tayida bidasidan tortib, ustida mevasigacha tekin. Menga hech narsangiz kerak emas. Faqatgina bitta iltimosimiz, bizga o'z ishini ustalari kerak. Haqiqiy bog'bonlar kerak. Mana shu bog'imizni chiroyli qilib, zo'r qilib kelganimizda bahrdilimiz ochiladigan darajada bo'lsa, bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, kelasiz, NBN jamoasi bilan bog'lanib aloqaga chiqasiz va o'zingizni bog'bonligingizni isbotlasangiz, mana shu narsani sizlarga tekinga ijaraga beramiz. Bizga har zamonda mevasidan ulashib tursangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Faqat o'zingizni bog'ingizda chiroyli bog' qilib, mana shuni arkasidan zo'r foyda qilib, har yili bitta mashina olsangiz, biz xursand bo'lamiz. Bizga hech narsangiz kerak emas. Ushbu videoni bog'bonlarga, mana shunaqa bog'ga qiziqadigan, tushunadigan, lekin imkoniyati yo'qlarga tashib qo'yasizlar. Haqiqiy egalariga, haqiqiy bog'bonlarga yetib borishini sizlardan iltimos qilib qolamiz. Bizani vaqtimiz yo'qligi uchun bervarishga majbur bo'lyapmiz. Mana shunday bog'imiz nobud bo'lmasligi uchun, asli egalariga zo'r xizmat qilishligi uchun mana kelib, ko'rib, keyin bemalol o'zlaringning shartlaringni aytishlaring mumkin. Manzilimiz esa o'zim Jizzax shahar Zulol mahallasida yashayman. Bu ham Zulol mahallasiga tegishli hudud. Aniq orientir Chaqmoq degan firma bor. O'sha Chaqmoq degan firmaning orqa tarafida. Suv hech narsadan muammosi yo'q.